Assalomu alaykum kanal a'zolari. Barchamizga 50 kun sog'lik, omonlik tilayman albatta. Bugungi video murojaatim bu Qirg'iziston Respublikasi O'sh shahriga qurilish qo'mitasiga albatta. Kimlar biladi, kimlar bilmaydi. Yaqinda O'sh shahrida bo'lib keldim. Albatta ishlash uchun bu yerda ozmi ko'pmi ishladik. Shunday narsa bo'ldiki, bu yerda ishlagan haqqimizni ola olmadik. Shu qachongacha migrantlar, chetda yurgan musofirlar vijdoni qiynalmaymi ekan? Musofirlar ishlaydi, bolam chaqam deydi. Ishlagandan keyin oyligini ola olmasdan qaytish yomon. Eng yomon narsa uyga quruq kelish. O'rtoqlar, hozirgi kunda ancha qiynalib qoldim. Shu pulga umid qilib turgan joyim bor edi. Albatta iloji boricha bu videomizda tarqatinglar maksimal. 10 mingta prosmotr yig'sa, o'sha insonlar yuzini qo'yaman. Like'da anglab tashlanglar. Meni bu gapimni o'zi ham hozir ko'rib turgan bo'lsa ajab emas. On mingta prosmotr yig'sa videomiz, albatta o'sha insonlarni yuzini qo'yaman. Like'ni qindirmay bang qilinglar bo'ldi. Lekin orada Qirg'izistonliklar hurmatdasizlar, lekin ayrim insonlarga bular. Sizlarga emas, albatta. Biron haqqidan qo'rqmay turgan insonlarga bu video murojaatim. O'sha insonlarni bir yuzini tarqatamiz, ha? Nima deysizlar? Albatta. Inshaalloh podpiska, like ayamanglar. Albatta obuna tugmasini bosib qo'ysalaring, keyingi videomizni ko'rmasdan o'tkazib yubormaslikka harakat qilasizlar. Birinchi bor ko'rishlarda albatta jonlaring sog' bo'lsin. Paddeshkada bo'lib turinglar. Albatta insonlarni sekin tepariga olib chiqamiz.